Avtomobil ksenonli faralar bilan jihozlangan, radiator reshetkasi anchagina keng, tumankalarimiz joy-joyida, hamma yo'q. Umuman olganda vid sportivniy vidni berib turibdi, ya'ni eng sportivniy minivan desa ham bo'laveradi. Hozirgi paytda bunaqa ko'rinishdagi minivanlar ishlab chiqarilmayapti, afsuski. Va aytishimiz mumkinki, mashina 2004-yildan, 2003-yildan aniqroq ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2003-yildan to 2013-yilgacha 3 ta restyling bo'lgan. Ya'ni 2006-yilgacha uskiro farali bo'lgan, ya'ni qisqaroq, ya'ni kichikroq faralisi bo'lgan. Undan keyin mana shu ikkinchi restylingimiz xuddi shu kuzovda chiqdi, ya'ni mana shu holatda keng radiator reshetkalari va undan keyin Prestige komplektatsiyada yana Honda Elysion'da уже 3-pokoleniyasi, u уже keng faralar, mashinaning klirinsi ham ancha baland, дорожный просвет ham ancha baland, уже Prestige komplektatsiyasi chiqdi. Prestige komplektatsiyada demak 3,5 litrli dvigatel bo'ldi. 3,5 litrli dvigatel o'rnatishdi. 3,5 dan tashqari yana oddiyroq 3 litrli hamda 2,4 litrli dvigatellar bilan jihozlangan avtomobillar chiqdi. Avtomobil hozir aytib o'tib ketganimdek 3 xil dvigatelda ishlab chiqarilgan. Bittasi 3,5 litrli Prestige komplektatsiyalarga qo'yilgan, ikkinchisi 3 litrli hamda bazaviy 2,4 litrli dvigatellar bilan ishlab chiqarilgan. Hozir bu avtomobilimizda dvigatelni ham ko'rsatamiz. Motorida motor 2,4 litrli K24 indeksli motor hisoblanadi. Bu ham Honda'ning juda ham ko'p modellariga o'rnatilgan va eng chidamli motorlardan biri hisoblanadi. Imенно Honda'niki. Hozir biz krishkasini ochib qo'ygandik. Krishkaning tagida xuddi shunaqa turadi. 4 ta silindrli 2,4 litr ob'emga ega, 160 ta ot kuchiga ega bo'lgan avtomobil 0 dan 100 gacha videoda ko'rsatganmiz. Necha sekundda chiqishini. Xullas, mashinamiz 2008 ga 9 bo'lganligi uchun yana bitta ko'rishingiz mumkin. Yaqinroq kelib ko'rsataverasiz. ABS sistemasi bor mana. ABS bor, ya'ni EBS ham bor. Ya'ni bu ham частично bloklaydigan sistema bo'ladi. Bu ham uncha mashinalarda yo'q. Ya'ni bu ham odam uchun hali xavfsizligini ta'minlash uchun qilinadigan sistemalardan bittasi. Motorimiz sepless motor hisoblanadi, ya'ni remen aylantirmaydi, sep aylantiradi. Bu bilan bilasizlar, motor yana ham ko'proq ishlab beradi. Ya'ni yo'l po'lda sizda remen uzilib ketib, motorga tushib, unaqa holat bo'lmaydi bu. 2,4 litrli 4 ta silindrli motor, aytib o'tgandek 160 ta ot kuchini beradi. Bu 5 ta pog'onali klassik Aisin avtomati bilan birga ishlaydi. Bilasizlar, Aisin avtomat hozirgi paytda Toyota'da, Honda'da, Hyundai avtomobillarini ba'zi modellarida qo'yiladi. Chunki hozirgi paytda aytishimiz mumkinki eng надежный korobka hisoblanadi avtomatlar bo'yicha. Mashinani 2,5 tonnaligiga qaramasdan korobka hech qanaqa muammosiz ishlaydi. Endi mashinani ichiga kiramiz. Avtomobilimiz 17 dyumlik zavodskoy diskalari bilan chiqqan, ya'ni litiy diskalar bilan. Razmeri 17 bo'lsa, demak to'rala balonda ham diskli tormozlar. Bu ham albatta avtomobilning tormozi juda ham yaxshiligini aytadi. Mashinani ichiga kiradigan bo'lsak, marhamat. Mashinamiz ichiga kiradigan bo'lsak, bu taraf o'zi hisobda zavodda bu taraf haydovchi taraf hisoblanadi. Ya'ni bu avtomobillar faqatgina o'ng tomonlama rulda ishlab chiqarilgan. O'ng tomonda chiqarilgandan keyin bizda bilasizki, o'ng tomondagi ruldagi mashinalarga ruxsat yo'q. Ruxsat bo'lmaganligi sabab o'ng tomondan chap tomonga rul перекидка qilinadi. Endi shofir tarafda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Shofir tarafga keladigan bo'lsak, hozir mana hamma narsa birga bir перекидка qilingan bo'ladi. Ya'ni
to'rali oyna ham ko'tarib tushiriladi, ya'ni orqa oynalar ham tushadi. Oynagimizda demak hammasi elektroprivod. Mashinaga o'tirganingizda o'zingizni juda ham balandda his qilasiz. O'zingizni qanaqadir krossoverda ketyapman deb o'ylaysiz. Bu aniq. Oyoq qo'ygan joy keng. Bu hozir men 180 bo'yim bilan bemalol o'tirib, tepaga patolka juda ham joy katta. Qani ham bitta ko'rib chiqamiz. Avtomobillar eshiklari elektronli bo'lgan. Biz hozir uzib qo'yganmiz bularni. Nimaga? Chunki bizning holatda bu mashina ko'proq uzoq yo'lga qatnaydi, ya'ni doimiy odam almashadi. Hamma odam ham to'g'risini aytish kerak, tan olish kerak, hali tushungan yo'q elektrodverlarni. Ya'ni elektr eshiklarni qanaqa ochilishini, qanaqa yopilishini. Elektrodverligida, ya'ni elektronli ochilib yopiladigan sistema ishlayib turgan paytda yaqinroq kelib mana bunday qilganimizda o'zi tortardi, o'zi yopib qo'yardi. Bitta tortib qo'yishda o'zi yetarli bo'lardi. Hozir bo'lsa iloji yo'q. O'zimizni Damas sistemada ochamiz. Mashina bloklanadi batda. Eshik yopilmaydi mana. Yopyapman, yopilmayapti. Mana. Yo'q, yopilmaydi. Nimaga? Chunki batda ilib qoladi, ya'ni o'zidan-o'zi yopilib ketmasligi uchun eshik. Oddiygina yopish uchun mana. Ozgina tortdik, qo'yib yuboramiz. Bo'ldi. Ozgina turtib olsak, o'zi mashinada davodchiliklar bor. Mashina bitta aytib qo'yay, 2008-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Bizda 2028da ham ancha davodchi chiqmagan. Tak, ichiga keladigan bo'lsak, o'rta qator. O'tirdik. Yana bir marta eslatib o'taman, bo'yim 180 tepada. Yana mashincha joy qolyapti. Mana bir qarach. Bu yerda 20 santimetrcha joy bor tepada. Xo'p, mashina ichiga chiqadigan bo'lsak, ikkinchi qator uchun ham alohida, to есть o'rta qator uchun va orqa qator uchun alohida klimat bor. Buni batdan boshqariladi. Alohida televizor. Buni ham ulashni yo'li juda ham ko'p ekan. Xohlagan yo'li bilan ulasa bo'ladi ekan, lekin biz hali ulab ko'rganmiz yo'q. Chunki bizga juda ham zararlanmas. Svet. Orqa qator uchun svet. Va juda ham qulay sideniylar, materialli salonda. Hozirgi paytda aytaman, bu komplektatsiyamiz full bo'lmaganligi uchun materialli salonda, atak boshqa pozitsiyalarda mashinani kojinli salonlari ham chiqqan. Podlogotniklarimiz keng, podstakanliklari bor. Bu qachonki ikkita passajir ketayotgan bo'lsa, bemalol o'zi o'tirib, suvlarini qo'yib, misol uchun ketishi mumkin. Va yana bir qulayliklardan bittasi, bu yana ham pastloqqa ham yotaveradi. Faqat orqaga xalaqit berib qo'ymasa bo'ldi. Undan tashqari yana bir qulayliklardan bittasi mana bu narsa, ya'ni podlogotnik. Uzoq yo'lga ketayotganda eshikda qo'lni qo'ygan joy bo'lmaganligi uchun yoki bu tarafga odam qo'lini qo'yish kerak baribir. Chunki umuman uxlamoqchi bo'lsangiz ham, misol biz aytyapmiz, bu mashina uzoqroq yo'lga yurganligi uchun uxlayotganda ham misol odam qo'lini qo'yib bemalol uxlab ketishi mumkin. Endi sirazu 3-qatorda ham ko'rsatib o'tib ketay. Qanaqa qilib 3-qatorga kiriladi? 3-qatorga kiriladigan joy mana. Mana bu yerda shunaqa rechak deydimi, nima deydi, mana shunaqa ko'tariladi. Ko'tarilganda o'zi mana sideniyamiz, kresloyimiz taklanadi. Tortib turib shuni oldiga qilsak, orqa qatorga yo'l ochiladi. Orqaga chiqish ham ancha qulay. O'tiramiz va endi buni o'zimga tortib olishim kerak. Mana shu holatimda buni ham ancha qimirlatsak bo'ladi. Mana oxirgacha joylashdim. Shu holatimda orqada ham anchagina keng. Ya'ni eng orqa qator ham tirjam yo'lda ketishi mumkin, yotishi mumkin. Eng asosiysi, eng oxirgi qator uchun ham kamarlarimiz bor. Ya'ni bu Yevropa davlatlariga, imенно Rossiyaga chiqqanda ham agar kimning xabari bo'lsa,
mana o'rtada o'tirgan odamdan ham, eng oxirida o'tirgan odamdan ham kamar taqishni so'raydi, majbur qiladi. Agarda kamaringiz bo'lmasa, shtraf qiladi. Именно o'zingizni kim taqmagan bo'lsa yoki boshingiz og'ritadi, kamarni to'xtatib olib. Tak. Kelib yaqinroq ko'rsatib ko'ring. Orqa qator uchun ham demak, ancha joylar bor, ya'ni qulayliklar joyda suv qo'yishimiz mumkin. Mayda-chuyda bir nimalardir uchun snake bu narsalar yeb ketish uchun yo'lda hamma yo'l mavjud. Bu aytyapmanki, oddiyroq pozitsiya bo'lganligi uchun rozetkasi yo'q. Ya'ni mana USB portlari yo'q bu yerda. Shunaqa pozitsiyasi bor, shu Prestige'da adashmasam. Orqa qatorda mana bu yerda 220 voltli nimasi bor ekan. Rozetkasi bor ekan, keyin USB porti bor ekan. 2009-yilda ishlab chiqarilgan mashinada ham. Keyin oxirgi qatorda ham oynaga ochiladi mana bunaqasiga. Keti 15-20 gradusmi shunaqa ochiladi. Shu batdan ham anchagina havo kiradi. Yopib qo'yamiz. Oxirgi qatorlar. Yana bir marta eslatib o'tay, pechka, konditsioner hammasi ishlab turadi. Xuddi samolyotdek mana tepadan mana o'zingiz uchun boshqarib, pastga, tepaga qilib boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Mashinaning ichi xuddiki bir kichkina mehmonxonada. Bemalol chiqib, tushib harakatlansa bo'ladi. Oilaviy harakat uchun umuman dahshatli mashina. Maza qilib oilani olib любой joyga chiqib ketaverasiz. Ayniqsa uzoq yo'llarga bo'lsa vashi maza. Endi bagajga keladigan bo'lsak, mana bagajimiz. Bagaj juda ham keng bo'lmasa ham, agarda og'ir ya'ni katta gabaritli yuk yuklamoqchi bo'lsanglar, sidenyalarda surib turib, tak, mana tushirishimiz mumkin sidenyani. Buni ham eng oldigacha surib qo'ysak bo'ladi. Shunda joyimiz kengayadi. Bu o'rta qator uchun demak. Joyimiz ancha kengayadi. Batta, значит, zavodskoy joyi bor. Buni ham ko'rsatib o'tdik. Damkrat, ключlar, shunaqa narsalar qo'ysanglar bo'ladi. Bu o'zing zavodskoy joyi. Undan tashqari mashinani bunaqa kichkina ochiq joylari ham bor. Batga ham o'sha mayda-chuyda ключmi, nimadirlarni qo'yib olsanglar bo'ladi. Zapaska balonimiz qayerda turadi? Zapaska balon o'zi mana bu yerda turadi. Mana shu yerga qatirilgan bo'lishi kerak edi, lekin zapaska balonning o'rniga bizda propan balon o'rnatilgan. Propan 45 talimmikin, 48 talimmikin propan balon tushgan. Basoring. Shunaqada 48 talimmikin propan balon tushgan. Keyin mana bularni ham yaqinroq ko'rsating. Mana ular nima uchun? Svetlari, bagaj uchun svetlar, hamma joy-joyida qaranglar. Eng mayda detalgacha o'ylangan mashinada bu ham. Yaponlar baribir bilishadi o'zlarining ishlarini. Va mana bu narsa nima uchun mayda ochiq qoldirilgan mana. Farani yechish uchun qilingan joy. Ya'ni farani mabodo qanaqadir lampochkanimi yoki nimadir almashtirmoqchi bo'lsangiz, xullas obslujivать qilish kerak bo'lganda, bemalol batdan yoki bu tarafdan ochib obslujivать qilsa bo'ladi. Yana mayda-chuyda detallarga keladigan bo'lsak, zavodskoy kamerasi bor. Orqaga zadniga urganingizda kamera ko'rinib turadi. Yana bitta narsa esimdan chiqdi. Haydovchi uchun ham ancha qulayliklari bor. Bemalol suvni, boshqa mayda-chuyda narsalarni qo'yib olsa bo'ladi. Yana bitta narsani ko'rsatish esimdan chiqdi. O'rta qator uchun ham mana bunaqa joyi bor. Mana shuni ko'ryapsan? Ko'rinyapti? Mana narsa bor-ku. Mevachda o'zi. Juda ham kichkina narsa o'zi. Bunday olib qarasa, birov bilmaydigan narsa, faqat uzoq yo'lga ketayotganda juda ham qulayligi bilinadi. Nimaga? Chunki uzoq yo'lga ketayotsan, kofe ichging keladi, qanaqadir suv ichging keladi. Ko'p bo'lsang, qimirlagan mashina, yurgan mashina to'kilib ketishi mumkin. Boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bunda bo'lsa, qo'yding, shu ushlaydiganni ochib qo'yding.
xotirjamda, juda ham ko'ngli xotirjam bo'ladi. Uzoq yo'lga maza qilib, dam olib ketsa bo'ladi. Uyqu hamma yo'q shu ichida bo'laveradi. Mashina Mazda mashina. Ishonchli mashina ekan, hech qayerda sizni parod qilib qo'ymaydi. Bundan tashqari orqa tarafini ham qaranglar, bitta juda ham chiroyli ishlangan. Mana shu sheldikda endi bilmayman. Yaqinda yopishtirib qo'yishib shekilli. Bekitib qo'ysa ham mayli. Bu V6 emas, bu o'zi рядный четверка. Xolos shu. Orqa dizaynni ham yaxshi yorib qo'ygan mashinani. Da, o'g'ridan. Hozir bitta mana u yonmaydi. Mana ular просто dizayn uchun bular yonadi, stop farlar, и mana u qo'shimcha stop far, bu ham yonadi. Tak. Mashina benzinda, propanda yuraveradi. Hozir biz baqa propanni ham batga o'tkazganmiz. Propan, benzin xuddi o'sha yerdan zapravka qilinaveradi. Benzin tavsiya qilingan benzin zavoddan 92 markali benzin. Bizda 92 o'rtacharoq bo'lganligi uchun iloji boricha Qozog'istonda qo'yib kelinadi yoki Qozog'istonda yoki Rossiyada. Nimaga? Qozog'istonga o'tgandan keyin Qozog'istonda propan ko'p, Rossiyada ham propan yaxshi, ham arzon. Benzin to'ldirib qo'yib qo'yiladi, propanda yurilaveradi va O'zbekistonga kelgandan keyin propan tugagandan keyin afsuski bizda propanni ham kачествоsi juda ham o'tin bo'lgani uchun kirdi, juda ham kirdi, tezdan kartonkalar to'lib qoladi. Shuning uchun iloji boricha benzinda yuriladi. Undan tashqari benzin tugayotgan payt yana bitta iloji yo'q to'ldiriladi, chiqib ketiladi. Qaytib kelinayotgan paytda yana to'ldirib qaytiladi. Mashinamiz aytib o'tgandek 4 ta ballon diskli tormozlarda, crossoverlarda AVD chiqyapti. Agar kim ko'rgan bo'lsa, orqasiga yozib qo'yadi. AWD deb qo'yadi. Xuddi shu sistema bu shunda ham bor. Ya'ni old привод o'zi, lekin orqa привод ham частично yordamga qo'shiladi. Qaysidir qiynalgan moment. Oldindan ham dizaynni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Sotilgan yo'q. Yo'q, aka, obzor qilyapti. Ha, savolli. Tak, mashina sotilgan yo'q momoda. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mashina boshqa birorta qolib beramiz, lekin bu mashina sotilmaydi. Tak, bunga e'tibor bermaymiz. Bu ana shatakka oladi deydi, va shunaqa narsa tushib qoldi. Ikkita nimaga tegib ketib qoldi, stalbaga tegib ketib qoldi. Va pastga keladigan bo'lsak, clearansi где-то 27 sm ga ham bormaydi. 25-24 shunaqa santimetr. Ja, past, anchagina past. Ana barjurlarga hushyor bo'lish kerak. Chunki tegib qoladi. Mana o'zimizda ham juda ko'p bo'lyapti. Bunga o'rganguncha baribir 1-2 marta aqabaq urib olar ekansiz mashinani. Endi sekin yo'lda mashinani ichini ko'rsatib ketaveramiz. Davay. Tak, endi mashinani haydab yurishini, dinamikasini ko'rsatamiz. Tak, mashinani aerodinamikasi yaxshi cho'tki ishlangan desam bo'laveradi. Nimaga? Hozir aytganimdek, eng sportivniy avtomobil, eng sportivniy minivan desam bo'laveradi. Hozir mashinani 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini o'zimizda tekshirib ko'ramiz. Professional apparatlarimiz yo'q bo'lgani uchun iloji boricha telefonda olishga harakat qilyapmiz. Endi prям birga bir rovna chiqmaydi, lekin primerni razgonni bilib olishimiz mumkin bo'ladi shu bilan. Tak, 2 marta zayazdib ko'rdik, ya'ni 0 dan 100 gacha 2 marta bosib ko'rdik. 15 sekund 49 birinchini ko'rsatdi, hozir 15:71. Bu hozirgi paytda znash обычный propanda, oddiy O'zbekistonda propanida va hech qanaqa stejsiz, hech qanaqa tayyorgarliksiz mashina o'sha o'zini родной ballonlarida усиление hech narsa qilinmagan. Shu holatda videoga olib ko'rdik. 15:79, 15:49 ko'rsatyapti. Tormozi ham aytayapman, xijolat qilib qo'ymaydi, tormozi ham. Bosasam.
Mana rul o'zini ushlashi, mashina o'zini ushlashi juda ham zo'r. Tezlikda ushlash qilishi ham boshqachada. Mana tormozi ham zo'r holat. Damas o'tib ketaman deydi shu borki, men hayronman Damaschilarga borib. 08 karbyurator motori bor ularda. Aynan shu boricha bosaman deydi, boricha shu motori tushib qo'yincha bosaman deydi, hayron qolasan. Damasda 120 ga chiqadi-ku mashina. Yo'lda xuddi yuraging hozir chiqib ketadigandek bo'ladi. Bu mashinada obzor yaxshi bo'lganligi uchun, mashina balandda bo'lganligi uchun tezlikni uncha bilintirmaydi. 60-70 lar juda ham sekin ko'rinadi ko'zga. O'zi katta yo'lda, trassada yurib o'rgangan odam shahar ichida qiynaladi. Ya'ni tezlik ushlashda qiynaladi. Tik ko'cha mana, tik ko'cha. Tak. Mashinaning uzunligi где-то 5 metrga yaqin. 4 metr 80 santimetrmikin shunaqa. 4 metr 80 santimetrdan ham uzunroq. Eniga почти 2 metrga yaqin. Aniq ma'lumotni yozib qo'yaman tagiga. Endi shahar ichiga juda ham hali kichkina yo'llarga, uzun Marg'ilonda yo'llariga ancha bo'lmaydi bu mashina. Nimaga aytsang, Marg'ilonda yo'llari tor. Uncha to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ba'zi mahallalarga kirib chiqolmay qoladi. Lekin agarda uzoq yo'lga, misol uchun shaharlar o'rtasida narsa tashimoqchi bo'lsangiz ham maza qilib haydaydigan, maza qilib minadigan mashina. Uzun videoni endi birinchi marta olishimiz, davom etaverish kerak deydi-yu. Mayda qilib qilaverish kerak. Oz bo'lib, xudo xolasa keyingi videolarimiz yana ham yaxshiroq chiqishi mumkin. Sal opit bo'lyapti. Mashina haqida nimani gapirishdi? Sizlar ham albatta yordam berisizlar degan umiddaman. Ya'ni kommentariyada yozib qo'yinglar, nima bo'lyapti, nima haqida bilmoqchisizlar, mashinaning nima kamchiligini so'ramoqchisizlar, qanaqa yana ma'lumot xohlaysizlar. Shunaqa narsalar aytib qo'ysanglar, biz ham unga qarab keyingi safar videolarda to'liqroq ma'lumot beramiz. Sizlarga yoqadiganroq ma'lumot beramiz. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Videoning ko'tarilishiga o'zingizlar katta hissalarni qo'shgan bo'lasizlar. Shunda bundan keyin iloji boricha yana foydaliroq video chiqarishga harakat qilamiz. Keyin yana kimdir videosi mashinasini obzor qilishimizni xohlasanglar, mashinalarni berishinglar mumkin. Buyuringlar borib, o'sha 1-2 soat ichida chiroyli obzor qilib olib beramiz, xudo xolasa. Mana Gulbay vayronamizga ham yetib keldik. Endi mashinani qo'yib, ichidan berib, videoga ham yakun yasaymiz. Video qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Foydali bo'ldi deb o'ylayman. Hammalaringga rahmat. Oxirigacha ko'rganlar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha